Barchalaringga assalomu alaykum. Sizlar bilan AZFX. Bugungi darsda asosan bugungi dars Telegram kanalimiz obunachilari uchun YouTube'dagi tomoshabinlar ham bemalol tomosha qilsa ham bo'ladi. Xo'sh, men bugungi darsda ya'ni chiroyli montaj bilan, anaqalar bilan, nima deydi, har xil shablonlar bilan ko'rsatmoqchi emasman. Shunchaki hammada bo'lgan bitta telefon hamda o'zim og'zaki to'g'ridan to'g'ri sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni tradingni noldan boshlab yangi kirib kelganlar uchun bu birinchi dars hisoblanadi. Xo'sh, biz birinchi o'rinda shu tradingga kirib kelishdan oldin o'zimizga kerakli bo'lgan savdo anaqamizni tanlab olishimiz kerak, savdo bozorimizni. Asosan trading sohasida 3 ta savdo yo'nalishi bor. Birinchisi aksiyalar savdosi. Ya'ni o'sha Tesla kompaniyasi va BYD kompaniyasi aksiyasini narxi tushganda sotib olasiz, ko'tarilganda sotasiz. Bu aksiyalar savdosi hisoblanadi. Ikkinchi savdo turi bu kriptovalyuta savdo turi hisoblanadi. Unga misol uchun Bitcoin, Matic, Doji, ya'ni shu kabi kriptovalyutalar kiradi. Ya'ni bularni ham analiz qilasizda, narxi tushganda sotib olasiz, ko'tarilganda sotasiz. Uni alohida birjalari bor. Misol uchun Binance, Bybit, MEX degan birjalar bor. O'sha birjalarda sotib olib sotasiz. Xo'sh, bizda uchinchi hamda o'zim foydalanadigan trading yo'nalishi bu forex, ya'ni valyuta juftliklari hamda metallar bilan savdo qilasiz. O'sha tilla, kumush, Euro USD, yoshi Angliya pul birliklari, xullas o'shanaqa valyutni paralar bilan savdo qilasiz. Shu 3 ta turi oldin siz o'zingizga kerakli bo'lgan ana shunaqa, ya'ni savdo turini tanlab olishingiz kerak. Men kriptovalyutada ishlab ko'rganman 1 yil. U menga yoqmagan. Ya'ni kriptovalyutada ham, aksiyada ham sabr kerak bo'ladi. Qisqa muddatda pul topmoqchi bo'lsangiz, forex tavsiya qilaman. Xo'sh, bu o'zimizga kerakli narsani aniqlab oldik. Endi bizga kerakli narsa forex bozoriga chiqib turib forexda savdo qilish uchun bizga broker kerak bo'ladi. Bu brokerning vazifasi nima? Broker sizni bozor bilan o'rtada anaqa ta'minlab turadi, ya'ni savdoingizni. Bizda brokerlar ko'p, misol uchun Xnet, RoboForex, XM, yana shu kabi brokerlar ham ko'p. Men o'zim foydalanadigan Xnet hamda RoboForexda XMdan ham foydalanganman. XMda lekin spread katta. O'sha hisobiga XMdan chiqib ketganman. No, XMda bitta plyus tarafi bonus yaxshi beradi. O'sha $30 bonusi bor. O'shani ko'tarib plech olsangiz bo'ladi yaxshigina. O'zim ishlaydigan Xnetda lekin bonuslari yo'q. O'z ruchnoy shot tushirib, o'z ishlaysiz. Shu brokerlarni birortasini App Store yoki Play Marketdan, Jamozda, Google'da saytiga kirib turib ro'yxatdan o'tib pul tashlashingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tishni bilmaganlar uchun, misol uchun men telefondan men oddiy ko'rsataman. Chiqib turib YouTube'ga kirib, hamma narsa YouTube'da borda hozir. Sizlarga bittalab tushuntirayman. Xo'sh. Xnetdan ro'yxatdan o'tish bitta bossalar, mana ashincha video darslik. Bemalol bittasini ro'yxatdan o'tishlar ham mumkin. Yo'qolmasa RoboForexdan ro'yxatdan o'tish. RoboForexdan ro'yxatdan o'tish. Mana sizlarga darslik. Hamma narsa YouTube'dan bor. XMdan ro'yxatdan o'tish mana. Hammasi YouTube'da bor. Xo'sh, biz endi o'zimizning anaqamizga qaytamiz. Xo'sh, broker mavzusida ham tanishib oldik. Xullas, shuni brokerdan ro'yxatdan o'tasiz, pul tushirasiz. Keyin login parollarni MetaTrader 5 ilovasiga kiritasiz va savdo qilasiz. O'sha endi MetaTraderga alohida qaytamiz. MetaTrader 5 nima? Ya'ni MetaTrader 4 hamda MetaTrader 5 degan platformalar bor. U shu brokerga ulanganingizdan keyin savdo qiladigan programma. Ya'ni mana bu MetaTrader 5 platformasi. Ya'ni bu yerda nima qilamiz? Bu yerda biz savdo qilamiz. Har xil instrumentlar, mana tilla, JPY USD, Euro USD, u valyutni paralar. Mana HUSD bo'lsa, metallar hisoblanadi mana. Bu yerda ham grafik bor. Chap qo'lda tepani ochib buy yo sell сделка ochishlar mumkin. Mana yerda limit qo'yishlarni mumkin bemalol. Misol uchun mana hozir bozor yopiq, shundan so'ng limit qo'yib bo'lmayapti. Ya'ni savdo qilishimiz uchun qulay bo'lgan platforma. Bu yerda торговля bo'limida shotlaring, ya'ni depozitlaring turadi.
hamda zelka ochgan bo'lsalaring zelkalaring turadi. Istoriya